Keling azizlar, bugungi suhbatimizda Parvardigorimizni suygan bandalarini sifati haqida bir so'z yursak. Alloh taolo bandalarning ichida qaysi birlarini yaxshi ko'radi? Qanday bandalarni suyadi? Shu to'g'risida Parvardigorimizni kalomi Qur'oni Karimda Alloh taolo o'zi bundan xabar bergan. Buyuk Parvardigorimiz o'zini kalomida o'zi suygan, o'zi yaxshi ko'rgan bandalarini tavsifini qilib, ularning sifatlarini bayon qilyapti azizlar. Rahmonning suyuklik bandalari, Allohning suyuklik bandalari kim? Yer yuzida kamtarona yuradiganlar. Kamtarlik bilan, kibr bilan emas, manmansirab emas, faxr iftixor bilan emas, dunyosiga, shuhratiga, mansabiga, lavozimiga ishonib o'zini baland tutib yuradiganlar emas, kamtarona yuradiganlar va johillar johilligi tufayli beodobchilik qilib, behurmatlik qilib biror bir so'z aytsalar, salomatlik bo'lsin sizlarga deb javob qaytaradiganlar. Endi bandani Parvardigori mana shu dunyoda yaratib imtihon qiladi. Buni hammamiz yaxshi bilamiz. Bu dunyo darul ibtilo, sinov hovlisi deb nomlangan. Alloh taolo kimnidir boylik bilan sinaydi, kimnidir faqirlik bilan sinaydi. Kimnidir quvvat berib sinasa, kimnidir zaif qilib sinaydi. Kimdir muhtoj bo'ladi, kimdir kasal bo'ladi, kimdir lavozim egasi bo'lib mansabda o'tiradi. Buning hammasi imtihon. Bilamizki, faqirlikda, muhtojlikda, kasallikda, zaiflikda turgan odamni kamtarligini hamma biladi. Ammo shuhratga ega bo'lganda, mansabga ega bo'lganda, mol, davlat, rizqi keng bo'lganda, shu kamtarlik, hokisorlik, ko'cha-ko'yda yurganda, o'zaro muomala munosabat qilganda, shu tavozi, shu odob hammada ham turarmas ekan. Hammada ham topilmas ekan. Parvardigorimiz o'zini kalomida bizlarga mana shu muhim bo'lgan narsani eslatib qo'yaptiki, azizlar. Allohning suyuklik bandalari qatorida bo'lishlikni xohlasangiz, Parvardigorimizni muhabbatiga sazovor bo'lishlikni xohlasangiz, ko'chada yurganingizda kamtar yuring. O'zingizni hokisor tuting. Odob bilan muomala qiling. Manmansiramang.